eng mukammal hid sezish qobiliyati qaysi jonzotda ekanini bilasizmi? Taqqoslay olishingiz uchun inson hidni atiga 3 metr masofadan aniq ajrata oladi va uning burnida 100 mingdan ortiq sezuvchi hujayralar mavjud. Ammo tabiatdagi ayrim jonzotlar biz tasavvur qila olmaydigan darajada kuchli hid bilish qobiliyatiga ega. Mushuklar 150 metrdan sezadi. U qorong'uda ham o'ljasini hid orqali topa oladi. It 2 kilometr. Shu sabab itlar odamlarni qidirishda ishlatiladi. Bo'ri 3 kilometr. Ular o'ljasini uzoqdan kuzatishni boshlaydi. Fil 15 kilometr. Hatto uzoqdagi suv manbasini ham topa oladi. Tabiatdagi eng kuchli hid bilish egasi ayiqlar. U o'ljasi hidini 30 kilometr uzoqlikdan ham sezishi mumkin. Demak, siz uni hali ko'rmagan bo'lsangiz, ehtimol u sizni allaqachon sezgan bo'ladi.